Assalomu alaykum hammaga. Bugungi videomizda qanaqa qilib Pavs tokenlarini to'g'ri claim qilishni ko'rib chiqamiz, ya'ni to'g'ridan to'g'ri Bitget birjasiga claim qilishimiz mumkin bo'ladi. Xo'p, videoni oxirigacha ko'rishinglarni maslahat beraman, to'g'riroq qilishinglar uchun. Birinchi bo'lib demak saytiga kirib olamiz, ya'ni o'zini Pavs rasmiy bo'lgan saytiga. Buni albatta linkini videoni tagida qoldiramiz yoki o'sha Googledan qidirganingizda ham birinchi bo'lib Pavs deb chiqadi. Xo'p, kirib olamiz. Kirib olganimizdan keyin uchinchi bo'limga o'tamiz. TG dashboard qilgani, ikkinchisi emas, e'tibor beringlar, ko'plar adashtirishyapti shu narsaga. Salani ok degani o'tib ketyapti, u vashsi boshqacha bo'lim. Bu yoqda sizlar qo'shimcha Pavs tokenlarini olishingiz mumkin. Uni ham o'ziga sabab bor, o'sha Phantom hamyonida belgilangan meme coinlarni, ya'ni coinlarni ushlab turgani uchun. Bu vobshe boshqa bo'lim. Bizga bu kerak emas. 99% odam bu narsani qilmagan. Aynan bizning auditoriyachilar. Xo'p, 3-bo'limga o'tamiz. TG dashboard degan bo'limi. O'zimizning demak tokenlarimizni shu yerda ko'ramiz va bu yerdan ochib olamiz. Hozir adashmasam, birinchisi ya'ni Telegram orqali kirish yopilgan. Bot orada o'sha ban oladi, bloklanadi, o'zingizlar bilasizlar. Shuning uchun kerakli Phantom orqali kiramiz. Phantom Walletni bosamiz. Xo'p, yoq ulagan Phantom hamyonimiz orqali ochiladi. Va mana bu yerda Phantom o'zidan ko'rishimiz mumkin. Confirm degan tugmaga bitta bosib olamiz, tasdiqlaymiz. Va bu joyda e'tibor bering, mana ochildi Phantomni o'zidan. Aynan shu bo'lim va o'zimizdan turibdi mana. Har bitta narsalarimiz. Qancha token olganimiz, nima qilganimiz, next tugmasiga bitta bosamiz mana. 524 mingta demak tokenimiz turibdi. Claim degan tugmaga bosamiz. Sizlar bilan birgalikda claim qilamiz hozir. Xo'p, claim bosdik. Bu yerda galchkani qo'yib yuboramiz pastiga. Shartlariga rozilik bildiramiz. Continue tugmasiga bosamiz va pastda hali ochilmadi. 10 chain claim qilish, ya'ni bu Solana hamyonlariga claim qilish. Bu uchun bizga aynan demak Solana kerak bo'ladi. Ya'ni aynan Solanani o'zini kerak bo'ladi. Ozgina, unga ham ko'p emas. 1-2-3 dollarlik ushlab qo'ysanglar, har bir demak akkauntingiz uchun 1-2-3 dollarlik demak Solana kerak bo'ladi komissiya uchun. Endi tepada hozir centralized ochilgan, ya'ni birjalarga chiqarish, birjalarda ham 3% olib qolar ekan. Nimadan oladi desanglar, bu aynan o'sha hamyonlardan olmaydi hech qanaqa, balkim bor tokenimizni o'zidan 3% olib qoladi. Keling, o'shani tanlaymiz, ustiga bosamiz. Xo'p, va bu yerda bizda ko'rishimiz mumkin Bybit va Bitget birjalari mavjud. Xo'p, nima qilamiz? Bybitda xo'p, launch pool bo'layotgan ekan. Bu launch poolni men o'tgan safar sizlarga aytganim, kanalda ham tushuntirganim, ya'ni bor tokenlarimizni, asosan o'sha stable coinlarni muzlatib qo'yganimiz evaziga biz qo'shimcha Pavs tokenlarini olishimiz mumkin. Bitgetda bu yerda earn extra Pavs deb qo'yibdi, ya'ni qo'shimcha Pavs olishimiz mumkin bo'lar ekan. Bu yerda o'sha first come first serve degani, kim birinchi bo'lib bo'lsa Bitgetga o'sha odamlarga demak qo'shimcha bonus beriladi. Xo'p, endi Bitget tanlaymiz. Ko'plarda Bybit yo'q, chunki O'zbekistonda bilasizlar ishlatib bo'lmaydi. Bitgetni bosamiz. Va bu yerda accounting bormi yoki yo'qmi deb so'raydi. Do you have a Bitget account? No create one. Agar tepada Bitget accountingiz bo'lmasa, no create ga bosasiz, ya'ni tepasidagi. Bu haqida ham alohida bitta video qilganmiz. Bitgetdan qanaqa akkaunt ochish, uni ham ko'rib olsangiz bo'ladi, linkini qoldiramiz. Demak, pastdagi yes I do ga bosamiz, ya'ni akkauntimiz bor bizda. Endi nima qilamiz? Bitgetga kirib, Bitget UID'imizni olamiz va deposit adresini. Hozir men buni qayerdan olishni sizlarga ko'rsatib o'taman. Demak, ko'rishimiz mumkin, Bitget ichiga kirib oldik. Birinchi bo'lib UID'imizni olamiz. Chap tarafda profil rasmi turibdi, e'tibor beringlar, o'shanga bitta bosamiz. Va bu yerda mana UID deb turibdi, o'shani ustiga bosib, demak raqamlarni kopiyalab qolamiz, ya'ni nusxa olamiz. Xo'p, va o'shani qo'yamiz. Bitget UID degan joyga aynan kirib qayta qo'yamiz. Endi pastiga deposit adres, ya'ni demak bizda Pavs tokenlarimizning adresini. Keling, uni qanaqa bo'lishini men sizlarga ko'rsatib o'taman. Bitgetga kiramiz. Assets bo'limiga o'tib olamiz. Pastda o'ng tarafdan, o'ng tarafda turibdi. Va add funds degan tugmaga bosamiz. Deposit crypto degan tugmaga bosamiz va Pavs deb qidiramiz keling. Va ko'rishimiz mumkin, mana birinchi bo'lib va bitta yagona bo'lib turibdi Pavs. Demak bizda adresimiz. Xo'p, bu yerda mana adresimizni ko'rishingiz mumkin. Deposit adres Solana turibdi networkiga. O'sha adresimizni olamiz va bu yoqqa demak adres bo'limiga qo'yamiz, deposit adres bo'limiga. Tekshirib olsanglar bo'ladi. Ikkita narsalarni tekshirib olinglar, UID'ni to'g'ri qo'ydinglarmi va adresinglarni. Va endi continue degan tugmaga bosamiz. Xo'p, mana yana bitta tekshirib olishga imkoniyat beradi yoki almashtirsak ham bo'ladi. Change degan tugmaga bosib, hammasi to'g'ri. Continue degan tugmaga bosamiz. Bo'ldi. Confirm, endi tasdiqlaymiz bu narsani Bitgetga chiqarishga. Confirm qildik. Bo'ldi, hammasi tasdiqlandi. Finish degan tugmaga bosib o'ramiz. Bo'ldi, hammasi endi bizda Bitget akkauntimizga kelib tushadi 18-martga qadar, ya'ni listingga qadar. Endi qo'shimcha kerakli savollarga javob berib ketaman. Bir xilida bir nechta akkaunt bor. Unaqa odamlar nima qilish kerak? Bitgetga bitta akkauntga hech qachon 15 ta o'sha Pavs akkauntinglarni chiqarmaylar, ulamaylar. Chunki ko'rdik, TapSwapda ham, undan keyingi o'sha Zuda ham tushmadi. Alohida adres oladigan bo'lgan taqdirda ham tushmaydi. Shuning uchun hech qanaqa risk qilmasdan iloji boricha bitta akkauntimizga, ya'ni asosiy akkauntimizga Bitgetga ulaymiz. Mana birja bitta turibdi. 10 ta akkauntingiz bo'lsa bittasini Bitgetga ulaylar, qolgan 9 tasini demak Solana, ya'ni on chain orqali Phantom Walletga keyin chiqarib olsak bo'ladi. Aytib o'tgandek, on chain ochilganda ozgina komissiyaga Solana kerak bo'ladi. 2-3 dollarlik har bitta akkauntga. Endi 10 ta akkauntingiz bo'lsa примерно 10 dollarga olib qo'ysanglar ham yetadi menimcha. Xuddi shunaqa narsa. Demak, hozircha asosiy akkauntimizni birjaga ulab qo'yishlarni maslahat beraman. Demak, Bitgetdan qanaqa registratsiyadan o'tish, foydalanish hammasini videosini qilganmiz. Uni ham albatta linkini qoldiramiz videoni tagida. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, albatta videoni do'stlaringizga ham ulashib qo'yinglar. Foydali bo'ladi degan umiddamiz.